Assalomu alaykum azizlar, hurmatli futbol ishqibozlari, salomatmisizlar, charchamayapsizlar. Navbatdagi video Laplandiyadamiz do'stlar. Laplandiya, Finlyandiyaga yetib keldik. Endi safarimiz haqida ham gapiryapman, rozi bo'lasizlar. Bir muxlisimiz yozgan ekanlar, o'qib qoldim. Nima uchun ko'p safarga to'xtalib o'tyapsiz? Futbolni gapiring deb. Birinchidan bu sahifa orqali bir aniq faqat futbolni gapiramiz deb qasd qilmaganmiz. Sahifa endi kundalik, agar bir xohish bo'lib qolsa, umuman boshqa narsalar haqida ham gapirishimiz mumkin. Chunki nomi futbolga bog'liq emas, Hamidov Life. Ikkinchidan esa nega safar gapiriladi, nega o'zi misollar gapiriladi, nimaga o'zi o'tmishga to'xtalib o'tamiz? Bugungi uchrashuvning, o'sha kungi o'yinning mohiyatini tushuntirish uchun, mohiyatni ochish uchun misollar kerak do'stlar. O'sha Tottenham Manchester United jamoalari o'rtasidagi o'yin bo'lyapti-da, 1,5 yil oldin kelganimni aytmasam, o'sha muhitni tushuntirmasam, o'sha paytdagi holat va bugungi kunni voqealarini bir-biriga bog'lamasam do'stlar, masalani ochish qiyin. Shuning uchun keltiriladi. Bu maqtanish uchun, safarga chiqdim, falon-piston uchun emas. Aslo va aslo. Unaqa tushunmanglar. Shuning uchun Laplandiyaman deb aytayapman. Liverpool hamda City o'yiniga kira olmadik. Buning yetarlicha boisi bor edi. Biz Fransiyaga kirib, keyin Finlandiyaga kelishimiz kerak edi. O'z markaziy sektor guruhi bo'lingan. Kimdir Bavariya, Hoffenheim o'yinini tomosha qildi. Germaniya orqali kelayotganlar bor Laplandiyaga. Laplandiyadan ham ikkita videolar qo'yaman do'stlar. Ertaga boya qorong'ida kelayotgan paytimiz haligi mashhur multfilmdan parcha esladimda. Ertaga tong otsin, hammasini ko'rasiz. Ana shu parcha ertaga yorug' bo'lsin, ko'rasizlar. Porloq yo'l safhozini. Xo'p, katta o'yin bo'lib o'tdi. Haddan tashqari katta o'yin bo'lib o'tdi. Manchester City, Liverpool, Anfieldda klub bo'lmasa ham do'stlar, baribir boshqacha o'yin ekan. Hozir Arsenal hamda Manchester City jamoalari o'rtasidagi o'yinni ustoz shogird o'yini deyapmiz, katta o'yin deyapmiz. Oxirgi yillardagi katta o'yin. Lekin bizga Liverpool hamda City so'nggi yillarning Angliya futbolidagi ramziga aylanib qolibdi. Shu uchrashuvning kattaligini qarang, haybatini qarang, voqealarga qarang va undan keyin bo'layotgan hodisalarga qarang. Slotning intervyusiga qarang, tinimsiz hakamlar Manchester Cityga 50-50 vaziyatlarni berib yuborayotganini ta'kidlayotgan Slotning gaplariga qarang. Pep Guardiolaning o'yindan keyingi intervyusiga qarang. Husanov xususida to'xtalib o'tayotganiga qarang. Demak, ana shu o'yinni biz ko'ra olmadik. Faqatgina setant orqali telefonda tomosha qilib keldim. Fransiyada biz Marsel, PSG katta o'yin deb baholangan uchrashuvga tushmoqchi edik. U ham bo'lmadi. O'zi bu safarda ayni mana shu futbol masalasida oz-moz muammoga uchradik. Ya'niki vaqt e'tibori bilan va boshqa sabablar bilan ikkita rejalashtirilgan o'yinga kira olmadik. Bittasi PSG hamda Marsel va keyin ma'lum bo'lishicha umuman katta o'yin emas ekan. Umuman va Arsenal hamda Chelsea. Kubokning javob o'yini bosh desingizda bor. O'shanga yetib kela olmagandik. Samolyot kech uchganning hisobiga. Xullas shunaqa safar endi, nima deymiz? Zotan juda ko'p narsalar ko'ryapmiz. Old Trafforddagi uchrashuvni tomosha qildik jonli va yana bir Manchester City ishtirokidagi Newcastle bilan kechgan o'yinini tomosha qilib zavqlandik. Abduqodir Husanov, do'stlar, Abduqodir Husanov xudo xolasa o'sha kuni ham holati yaxshiligi ma'lum edi, faqat endi boshga zarba qabul qilgandan keyin futbolchi almashtirilishi kerak. Endi to'g'ri tushunishimiz kerak, futbolchi almashtirilishi kerak va vrachlar u payti garchi Abduqodir Husanov o'ynayman deb turgan bo'lsa ham maydonga qo'yib yuborishga haqlari yo'q edi. Chunki u rostdan ham aytayotgan bo'lishi mumkin edi. Hech qanaqa zarba asorati yo'q holatda. Ikkinchidan esa futbolchi emotsional holatda zarbani his qilmasdan turib maydonga tushsa ham zarari bor edi. Ikki tomonlama ham mumkin emas edi. Shuning uchun o'sha payt ko'rganimda jarohat oldi deganda bo'ldi, almashtirsa kerak deb o'ylagandim va Abduqodir Husanov o'ynayotgan paytda Manchester City 0-0 hisobini qayd etdi. Ya'ni Manchester City darvozasi oldida vaziyatlar yo'q edi. O'sha bitta Ekitikening vaziyatini ham Husanov bartaraf etgandi. Keyin boshlanib ketdi. Ikkinchi bo'lim butunlay boshqacha bo'ldi. Birinchi bo'lim sal boshqacharoq kechayotgan edi.
Ushbu uchrashuvda Liverpool mag'lubiyatga uchradi. O'zi ikkalasi ham shunaqa holatga kelib qolgan ediki, bu o'yindan oldin yo Manchester United Chelsea'ni quvayotgan Liverpool vaziyatini yaxshilab olardi, yo chempionlik kurashida Manchester City salomat qolardi. Manchester City eplab ketdi, favqulodda katta o'yin o'tkazgan holda. Endi hozir har xil ta'riflar yangilayapti, har xil sharhlar ketyapti. Juda ko'pini ko'rdim. Endi o'zim o'sha paytda uyg'ongan taassurot o'yinni ko'rganimda Liverpoolning zaxiradan tushadigan futbolchilarida ko'proq gap deb o'yladim. Frimpong endi qaytganda qanchalik effekt qo'shayotganligini ko'rdik. Jarohat olib turib 4 daqiqa o'ynab turib bo'ldi, ketdi va endi xuddi eski Liverpoolga qaytib qoldi. Frimpong paytidagi natijalar yaxshilandi baribir, chunki sifatli futbolchi sifatlida baribir. Juda ko'p narsalarni hal qiladigan texnikasi yuqori futbolchi baribir muhimda. Liverpoolga hozir shunaqa futbolchilar ko'proq kerak bo'lyapti va Muhammad Salah haqida juda ko'p gaplar aytilyapti. O'sha Gehiga qizil kartochka ko'rsatish kerakmidi, kerak emasmidi? Nazdimda ko'rsatsa ham birov e'tiroz bildirmasdi va e'tiroz bildiradiganlar bir jamoaning muxlisi o'laroq gapirishardi. Hozir ham shunaqa deb o'ylayman. 50-50 vaziyatlarda unisi ham bunisi ham o'taveradi. Chunki bilmaymiz, Muhammad Salah Gehi tegmaganda o'tib ketganda ana u tomonda Diash yoparmidi yoki yo'qmidi? Bilmaydigan narsamizda va o'zi Salah o'zi gol ura olarmidi yoki yo'qmi? Endi Slot intervyusida 8 yildan beri gol urib kelgan futbolchi debdi, lekin oxirgi 8 oyni ham aytsa yaxshi bo'lardi. Bilmaymiz endi, bilmaymiz. Qizil kartochka ko'rsatsa ham birov bir narsa deya olmasdi deb o'ylayman. U hakamning o'sha paytdagi holatiga bog'liq deb o'ylayman. 50-50 vaziyatlarga ko'rishimiz kerak. 50-50 vaziyatlar. Faqat endi Slot o'sha 50-50 vaziyatlarning hammasi Manchester Cityning foydasiga hal bo'ldi deb aytib o'tdi. Endi unisi ham, bunisi ham oldingi o'yinlarni eslab ketdi. Nimaga unaqa dedi deb o'ylayman? Liverpool nazdimda yomon o'ynamadi. Liverpool yutqazliqqa loyiq emas edi. Mayli, hech bo'lmasa durang natijaga loyiq edi. Hatto g'alabani ham ushlab qoladi deb o'ylagandim. 74-daqiqa Szoboszlai fenomenal gol uryapti. Qolgan daqiqalarda Liverpool juda ko'p o'yinlarda 1-0 ni saqlab kelgan. Arsenal bilan ayniqsa buning namunasini ko'rsatgan, lekin Bernardo Silvaning IQsi ishlaguniga qadar. Bernardo Silva do'stlar, qanaqa aqlli futbolchi. Holland sakrayotgan paytda his qildi va oldinga chiqdi. Bir-biri bilan robita o'rnatishdi va gol urib ketdi. Juda zo'r gol urib ketdi. Keyin esa o'yin tenglashgandan keyin tabiiyki gol urgan jamoaning shiddati uyg'ondi. Chunki gol ursa bo'lishini tushundi. Agar uzoq davom etganda gol tezkor javob bo'lmaganda do'stlar, Manchester City tiklanib olishi qiyin deb o'ylayman. Chunki Liverpool ruhiy tomondan ustun edi. 85-daqiqada birinchi futbolchi almashtirilyapti. Liverpoolda o'sha balans beradigan zaxiradan futbolchi yo'q. Buni to'g'rilay olmayapti va Liverpoolning eng yomon tomoni hozirgi kunda to'psiz o'ynashi. To'psiz o'ynashni Liverpool darajasidagi holatga qaytara olmayapti Arne Slot. Mana shu masalada hech narsa qila olmayapti. Improvizatsion pressing ilmiy emas, har doim muntazam amalga oshadi. Guardiolada misol uchun pressing qila olmaydigan holatga tushib qolganda ham tarkibi pressing qilsa City biz bilardik. Qanchagacha qiladi, ilmiy bo'ladi, ilmiy yondashadi. Shunga kuchi yetadi, shunga bo'lib berardi. O'sha paytda Guardiola. Arne Slotda unaqa emas. Arne Slotda muammoni yecha olmaslik kuzatilyapti. Shuning oqibatida qolgan daqiqalarda birinchidan gol, bu Szoboszlaining ajoyib mahorati yozga kiritildi. To'g'risi bir kombinatsion hujum deya olmayman. To'g'ri, bitta zo'r vaziyatni 2-2 boy berganligini ham eslashimiz kerak, lekin fakt shuki uzoqdan kiritildi. 0.2 XG da kiritildi-da. Bunaqa gol jamoaviy golmi hali bilib bo'lmaydigan holatda Manchester Cityning goli jamoaviy bo'ldi. Va penalti. Penaltini ham rosa muhokama qilsa bo'ladi. Boyaga o'sha Gehiga ko'rsatilishi kerak bo'lgan yoki kerak bo'lmagan qizil kartochka va bu tomonda Alisson Beckerning to'pga chiqib kelishi, uni 50-50 degan bo'lardim. Bu yerda penalti bor, lekin Arne Slotning fikriga ozmas qo'shilmaslikdan ham boshqa choramiz yo'q. Chunki 3 ta 4 ta 50-50lar qo'yilsa, Liverpoolning foydasiga hal bo'lmayotgandek. Penalti va penaltidan unumli foydalanyapti. Lekin kitobi bo'yicha baribir to'g'ri. Faqat endi APLni ko'ramiz-ku ko'p.
Angliya Premyer Ligasida darvozabonlarni tepkilab tashlashyapti. Burchak zarbalarini tirsaklar bilan urib gollar urishyapti, lekin bekor bo'lmayapti. Mana shunaqa paytda darvozabonlarga ozgina yo'qotib bo'lgan to'p edi-da, yo'qotib bo'lingan to'pga chiqib kelgan darvozabon foydasiga ham ba'zan hal qilish kerak, bilmadim. Nazdimda bunaqa o'yin Liverpool City o'yinini penalti hal qilmasligi kerak edi. Penaltidan yechilmasligi kerak edi. Aytishingiz mumkin, keyin yana gol urdi, lekin 1-1dan keyin ishoning bunaqa bo'sh qolgan darvozaga yugurmasdi Liverpool. 1-1ni jamoa bu tomon ham bu tomon ham ehtiyotkorlik bilan so'nggi daqiqalarda ushlashga majbur bo'lib qoladi va bunaqa ochiq futbol u 3-gol edi. Hisobga olinmagan golni aytyapman. 3-golni 2-golga olib kelish mumkin emas, tirkab qo'yish mumkin emas. Shu boisdan ham bu katta o'yin poyoniga yetdi va Liverpool turnir jadvalida ancha pastladi, holati ancha qiyinlashdi. Chempionlar Ligasi hududiga chiqa oladimi, chiqa olmaydimi noma'lum. Manchester United g'alabasidan so'ng Manchester Unitedning West Ham bilan o'yini bor. O'shaga qirqib qo'yganman, tayyorlab qo'yganman o'sha o'yin haqidagi fikrni. U yerda Abduqodir Husanov, Holland nihoyat Enfieldda gol urganligi hali urmagan ekan. Birinchi marotaba Abduqodir Enfieldga bordi, ko'rdi. Men atalab tekshirib chiqdim. Birinchi marta boraman degan paytida bu statistikaga, bu faktga e'tibor bermagan ekanman. Rostdan ham birinchi davrada o'ynagan ekan o'tgan mavsumda. Enfieldda, keyin ikkinchi davrada Etihadda bo'lgan va bu mavsum ham birinchi davrada Etihadda bo'lib o'tdi o'yin. 2-0 hisobi qayd etildi. Shundan ma'lum bo'ldiki, Abduqodir qishki transferda olingan. Birinchi marotaba Enfieldga bordi va sinovdan muvaffaqiyatli o'tdi. Chunki juda og'ir, o'zimman Abduqodirga 5 ketish kerak, qoyil qolish kerak. Endi keldi, shunda bo'shagan paytida olyapti, jang qilyapti va og'ir stadionlarga borib turib ham ularning sinovdan muvaffaqiyatli o'tyapti. O'zini yo'qotmayapti. Newcastle ga bordi, do'stlar. Newcastle Enfielddan ham battarroq. O'sha joyda turib berdi, kubok o'yinida 2-0 hisobida City yutib qaytdi. Va mana bu Enfieldda ham o'sha jarohat olguniga qadar fenomenal o'yin ko'rsatayotgan. Menga Abduqodirni paslari yoqdi, do'stlar. Pas bo'yicha ishlayotganligi odamga yoqyapti. Borgan sari har bir uchrashuvda qanaqadir skill qo'shilib borayotgandek tuyulyapti Husanovda. Shuning uchun bu o'yinda Abduqodir bor ishini qildi. Hattoki keyin tushmoqchi ham bo'ldi. Jang qilishga tayyor ekanligini ham Guardiolaga tushuntirdi. Va oxirida Abduqodir Husanovni hamma quchoqlab, boshqa qilib ketganini ko'rdingiz, yaxshi ko'rishadi. Abduqodir Husanovni yaxshi ko'rishadi. To'g'ri, ingliz sharhlovchilari, inglizdan haligi boshqa millatlarni o'zlaricha past ko'radigan qo'shtirnochidagi mutaxassislari bor. O'shalar Instagramda ko'rdim. Angliyadan xabar beradigan, Yevropadan xabar beradigan bir yaxshi bloger do'stimiz shu informatsiyani beribdi. Juda ko'p Angliya sharhlovchilarining sharhini ko'rar ekan va aytishiga qaraganda Abduqodir Husanovni har harakatida qanaqadir kamsitmoqchi bo'lishadimi yoki o'sha birinchi Chelsea bilan bo'lgan o'yinini eslayverishadimi? O'sha o'yin bilan xotirlab, o'sha o'yinda titragan, o'sha o'yinni boy bergan bir narsalar deb turib boshqalar haqida u gap yo'q, undan battar ishlarni qilib tashlaganlar bor. Mayli. Lekin Abduqodir ularga o'zining ajoyib o'yinlari bilan javob beryapti. Javob berib ketaversin. Xo'p, 6 ochkolik farq. 6 ochkolik farq va endi Arsenal o'zining davomiy ishini qiladi. Brentford bilan o'ynaydi, adashmasam. Qiziqarli o'yinlar kutib turibdi bizni. Mana bu turda ko'ramiz, xudo xolasa. Men shungacha ulgurib qolay dedim. Angliyadagi asosiy voqealar shu endi. Bu o'zi rosa gaplashdik. Markaziy sektorni ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Markaziy sektorning yangi soni ham chiqdi. Unda Bobur qatnashdi, Muhammadiyor olib bordi, Farruh Vamos keldi. Yaxshi bo'lgan. Uni ham ko'rib qo'yishni tavsiya etaman. Markaziy sektor guruhi, haligi sayyoh guruhi hozir Laplandiyada yuribdi. Laplandiyadan bir ikkita kadrlar qo'yib ketarman boshida kelgan paytimiz, lekin o'sha gap boyagi multfilmda aytilgandek yorug' tushsin. Xo'p, endi boshqa chempionatlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Fransiyada katta o'yin bo'lib o'tadi deb o'ylagandik. De Zerbini joyiga tushirib qo'ydi. De Zerbi natija uchun o'ynaydigan murabbiy, endi boshqa iloji ham yo'q. Qarshisida PSG va oltin to'p sohibi Usmon Dembele fenomenal o'yin ko'rsatdi. 5-0 hisobi qayd etildi va jadvalda birinchi o'ringa ko'tarildi. Lens ikkinchi o'rinda. Shu 5-0 bo'lganda odam o'ylab qoldim. Biz kelayotgan edik, Parijni oldidagi shaharga to'xtalgan edik. 5-0 bo'ldi desam, ko'rayotgandim Telegramda. Bir do'stimiz aytdi-da, o'zi
PSG xohlasa chempionlikni hozir hal qilib qo'yar ekan, berayotgan ekan raqiblarga fora degandek qildi. Ha dedim kulib. Haqiqatan ham shunaqa o'xshaydi. Bavariya ham shunaqa qilayotgandek nazdimda. Hoffenheimni maydalab tashladi. Masalan, o'zi o'xshash o'yinlar. Hoffenheimni maydalab. Vaholanki turnir jadvali mana shuni aytmoqchi edim o'zi. Manchester City, Liverpool baribir katta o'yin. Turnir jadvalining o'rinlarini farqi yo'q bu yerda. Aytyapmiz-ku, chempionlik kurashida bittasi, ikkinchisi chempionlik kurashida emas, lekin baribir katta jamoalar bo'lganligi uchun bu o'yindan bir ajiotaj, katta ajiotaj kutasizda. Lekin Bavariya Hoffenheimni markaziy o'yin sifatida e'tirof etayotgan paytingiz Hoffenheimni kichkina jamoaligini bilasizda, 3-o'rinda boryapti. 3-o'rinda boryapti, lekin u Hoffenheimda baribir. Mana maydalab tashladi. Qizil kartochka to'g'ri, qizil kartochka o'zidan 5-0 hisobidagi mag'lubiyat. Dahshat. Bu yerda Marselku hatto PSG bilan nom masalasida talashadigan klub. Lekin oxirgi paytlarda PSJning yaqiniga kelmayotganligidan kelib chiqsa, markaziy o'yinu, lekin nima bo'lar ekan bunda deysiz va 5-0 hisobi qayd etiladi. Mana ko'rdingiz, turnir jadvalida ikkinchi yoki uchinchi jamoalar bir-biri bilan o'ynayotgan bo'lsa ham, bittasi katta bo'lsa, bittasi uni yarmiga ham to'g'ri kelmayotgan bo'lsa, baribir uchrashuv markaziy o'yin bo'la olmas ekan. Shuni tushundik do'stlar. Mana misol uchun Juventus bilan Lazioning o'yini bo'ldi. Lazio rasvo hozir. Lazio juda yomon. Maurizio Sarri boshchiligida nima qilishni bilmayapti, lekin katta o'yinga aylanyapti. Atalanta chiqib qolishi mumkin. Atalanta kimdir bilan o'ynasa, quloqdan tortib katta o'yin deymiz-ku, lekin bitta jamoa maydalab tashlashi mumkin-da. Lekin Lazio baribir nomdor bo'lganligi uchun bunaqa katta top o'yinlarga boshqacha bir e'tibor bilan maydonga tushishi e'tibor bilan taftologiya uchun uzr, katta o'yinga aylantirib beryapti. Juventus so'nggi soniyalarda duranglarcha qayd etyapti. To'g'ri, Juventus zo'r o'ynadi, Juventus vaziyatlar bo'ldi. Providel dahshat o'yin o'tkazdi. Gap yo'q. Ikkita zarbani o'tkazib yuboryapti. Juventusga birinchi zarbalar juda ko'p gol bo'lyapti, darvozabonlardami yoki bu zarbalar shunaqa chiqib qolyapti. Buni tushunish qiyin, lekin baribir o'zi tagi katta jamoalar markaziy uchrashuvga chiqib keladigan bo'lsa, rostdan bizga katta o'yinlarni taqdim etishar ekan. Mana shu narsa bor ekan do'stlar. Endi men hozir hammasiga alohida to'xtalib o'tmayapman. Mana bitta misolni aytaman, Valensiya qanaqa ahvolda. Lekin Real bilan o'yinda o'sha birinchi fenomenal karyerasining harakati bo'lmaganda go'yoki Real bu oqshom Valensiya qo'rg'onini zabt eta olmayotgandek tuyuldi. Ammo o'sha gol bo'lgandan keyin ochildi va oxirida baribir Valensiya oldinga chiqqanining hisobiga Mbappe o'zining navbatchi golini yomon o'ynab turib ham baribir golni urdi. Gapsiz bo'lishi mumkin, lekin Valensiya Barsa bilan Real bilan o'ynasa, to'g'ri Barsa bilan oxirgi paytlarda juda bo'lib ketyapti, lekin shu ham ochiq futbol ko'rsatishining evaziga deb o'ylayman. Real bilan himoyaviy o'ynab, katta o'yinni, Mestaliyadagi o'yinni bekorga Arbelo aytib o'tmadi. Arbeloning ba'zi fikrlari ham to'g'ri, har doim ham tanqid qilavermaylik. Tish doktoriga borayotgandek his qilasan o'zingni. Tayyorgarlik ko'rib, og'riyotgan tishlaringizga qo'shimcha tarzda boshqa tishlar ham og'rishni boshlaydi. Shunaqa boradi Mestaliyaga, bular bilishadi. Yaxshi ham Vinicius yo'q edi, ammo o'yinni ko'rar ekansiz, Vinicius bo'lganda qaytanga yaxshiroq edi, baribir Realda nimadir qilardi degan fikr o'tdi-da. Xullas, katta o'yinlarni baribir katta jamoalar amalga oshirib berar ekan do'stlar. Shuning uchun markaziy o'yin deyilayotganda turnir jadvalidagi jamoalardan kelib chiqish unchalik ham to'g'ri emas ekan. O'sha payt uchun to'g'ri bo'ladi, lekin shundoq tushganda narigi jamoa qo'rqib ketadi. Hoffenheimda u turaveradi. Marselda De Zerbi kompleks bilan turadi, natija uchun o'ynayman deydi, lekin o'sha kuni raqibining o'yini o'xshaydi, xohlaganini qiladi, e'tibor bermaydi, 5 tani qarsillatib urib tashlaydi. Shu gap. Bugun shular haqida gapirgim keldi do'stlar. Bugun unaqa ko'p vaqtingizni olmoqchi emasman. Eldor Shomurodov o'zining golini urdi, tabriklaymiz. Abduqodir Husanov zo'r o'yin o'tkazdi va endi Budyoglimga bora olmaymiz. Rozi bo'lasizlar, Budyoglimga bora olmaymiz. Biz bu yerga Gugurtga ketib degan film bor. O'shanaqa qahramonlar yangliq yetib keldik. Shu buguncha, Xudo xolasa ertaga ham
mana bu bugungi o'yinlar yakuniga yetgandan so'ng baribir bitta video yuklasam kerak. Chunki endi bu yerda futbol yo'q, asosan dam olish va bug'ular, yana bir narsalar bo'ladi. Boya gap, hali tong otsin, ko'rasizlar. Salomat bo'ling. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha. Alvida.